Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz birodarlar, muhtaram kuzatuvchilar, aka opa singillar, qaniylar, xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Alloh nasib etsa Qur'oni Karimning Masad surasi haqida gaplashamiz, suhbat qilamiz. Xabarlar bor, Masad surasi mushafda yozilishi bo'yicha 111-raqamda va 5 oyatdan iborat. Bu surada Abu Lahab mavzusi va uning ayoli haqida mavzu bo'ladi, so'z yuritiladi. Avvalgi suralarni tafsirda, avvalgi suralardagi suhbatlarda aytganimizdek, bugun ham mana shu aksariyat tafsirlar va ko'p uydirma rivoyatlar bilan boyitilgan tafsirlar va ana shu asosdagi klassik tafsirlarni talqinini kelgizamiz va mana shuni keyin birgalikda tahlil qilishga harakat qilamiz. Avval ushbu surani faqat qisqa holatda arabchasini va ma'nosini o'qib chiqib, keyin tafsirni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada abi lahabi va tabba. Abu Lahabning qo'llari quridi. Yana bir ma'nosi qurusin. Va tab, qurib bo'ldi. Ya'ni o'zi quridi, halok bo'ldi. Ma agna anhu maluhu va ma kasab. Uning mol-mulki va kasb qilib erishgan narsasi unga asqotmadi. Sayasla naron zata lahab. U endi alangali o'tga kirib kuyadi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Uni o'tin tashuvchi xotini ham, ya'ni o'tga kirib kuyadi. Yoki yana bir ma'nosi, uning ayoli ham o'tga kiradi. Qanday? Hammalatal hatab. O'tin tashuvchi bo'lgan holatda. Fi jidiha hablum min masad. Uning ayolning bo'ynida mahkam eshilgan arqon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, oyatlar bilan, qisqa iboralar bilan yakun topgan ushbu sura. Endi bu surani keling birgalikda klassik tafsirlarda nima deyilgan, mana shunga to'xtalamiz. Aksariyat tafsirlarda bu sura risolatning ilk davrlarida, risolatning boshlanayotgan, ya'ni payg'ambar alayhissalatu vassalom ilk payg'ambar bo'lgan yillarida, birinchi, ikkinchi yoki shu 3-yillarni ham aytganlar bor, farqli rivoyatlar bor. Mana shu ilk yillarida bu sura nozil bo'lgan deydi va sababini ham aytishadi. Sababi shundayki, payg'ambar alayhissalatu vassalomga va anzir ashiratakal aqrabin, yaqin qarindoshlaringni ogohlantir degan oyat nozil bo'lganida u kishi bir balandlikka chiqib qavm qarindoshlarini, falon qabilalarni chaqirgani aytiladi va ana shu joyda qavmini ogohlantirganidan keyin esa shu yerdan turib Abu Lahab, sen bizni mana shuning uchun chaqirdingmi, halok bo'lgur kabi rivoyatlar ham farqli. Shunaqa janob Rasulullohni kamsitgani yoki haqorat qilgani yoki mana shunday tanbeh bergani aytiladi va ana shu zahotiyoq bu sura nozil bo'lgan deyiladi. Va mana shu sura nozil bo'lganligi sababli ilk risolat davridayoq Abu Lahabni jahannamga tushishi aniq bo'lib, oldindan hali u o'lmay turib, hali payg'ambar alayhisalom endi payg'ambar bo'lishi bilanoq Abu Lahab jahannamda ekanligi haqida oldindan qaror qabul qilindi Alloh taolo tarafidan degan talqin aytiladi. Va bu bilan Abu Lahabga hali o'ylanib ko'rar, izlanib ko'rar, hali Qur'onning bir boshqa oyatlar balki tushsin, tafakkur qilsin, o'ylansin, izlansin kabi hech qanday muhlat, fursat, imkoniyat berilmagan degan tushunchani o'rtaga qo'yadi bu klassik tafsirlar. Va mana shu oyat nozil bo'lgani uchun endi u nima qilsa ham, umr bo'yi qancha harakat qilsa ham musulmon bo'la olmadi, mo'min bo'la olmadi, tavba qila olmadi. O'zi xohlasa ham Alloh taolo uni tavbasini eshigini bekitdi, hidoyat yo'llarini to'sib qo'ydi. Bo'ldi, u qancha harakat qilmasin, mana shu sura nozil bo'lganligi uchun u endi jahannamga tushadigan bo'lib, kofir bo'lib o'ldi deyiladi.
Bu nihoyatda katta Qur'onni oyatlariga va ruhiyatiga va boshqa oyatlarga nisbatan qilingan jinoyat bu. Allohning adolati bir xil, hammaga teng, bir xil. Tavbani kimdan qabul qilish, qachon qabul qilmash yoki qachon qabul qilishligi haqida alohida o'zini tafsilotli yo'riqnomasi bor, ko'rsatmasi bor Alloh taoloning. Bu haqda gaplashamiz. Alloh taolo imkon beradi, fursat beradi. Balki tavba qilar, balki o'zini o'nglar kabi. Mana shunday muhlatlar beradi. Zero janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib, o'zini payg'ambarligini e'lon qilganda, insonlarni Qur'onga, Allohning diniga chaqirayotganda, ana shu yonidagi hamma inson musulmon bo'lmagan yoki mo'min bo'lmagan, farqli, ya'ni farqli tushunchadagi insonlar bo'lib ham qarshilik qilgan bitta Abu Lahab bo'lmagan. O'nlab, yuzlab, kerak bo'lsa Makka, Madinada mana uzoq yillar mobaynida minglab, 10 minglab insonlar u kishini moliga, joniga, diniga qasd qilgan, adovat qilgan insonlar bo'lgan. Ya'ni agar sanab chiqadigan bo'lsak, yuzlab Qur'onning oyatlariga bu tafsir noto'g'ri bo'lib qoladi. Tarixiy manbalar aytadiki, Abu Lahab Muhammad alayhisolatu vassalomning amakisi bo'lgan deydi. Ma'lumki, payg'ambar alayhisalomning ikkita qizi bo'lgan, Ummu Gulsum va Ruqiya nomli mana shu qizlari, mana shu ikkala qizlari Abu Lahabning ikkita o'g'liga kelin bo'lgan, ya'ni u turmushga chiqqan. Abu Lahabning Utba va Utayba degan o'g'illariga qizini bergan bo'lgan janob Rasululloh alayhisolatu vassalom. Modomiki Rasululloh insonlarni Allohning diniga chaqirishni boshlaganda, Qur'onga chaqirishni boshlaganda, o'rtalari sekin-sekin buzilishni boshlagan. Va shunday bo'lganki, yana ana shu Abu Lahabning o'g'illari Rasulullohning qizlari bilan ajrashishgacha borgan. Endi oyatdan ma'lum bo'lyapti, bu haqiqatda Abu Lahab va uning ayoli haqiqatda janob Rasulullohga qattiq dushmanchilik qilgani, boshqasi bu ma'nan ifoda qilib turibdi. Bu Masad surasini tafsirida keltirilgan bir rivoyatni asosida tafsir qiladida, Ibn Abbosdan deb rivoyat qiladi. Bu rivoyat o'zi asli boshqa rivoyatlarni ham inkor qilib qo'yadi. Birinchi, ya'ni bu tafsir Qur'onga mutlaqo, Qur'on ruhiyatiga zid ekanligining birinchi nimasi. Holat shuki, masalan, payg'ambar alayhisolatu vassalom shunday degani rivoyat qilib aytiladi. Alloh bandasining tavbasini to jami xalquniga kelguncha, ya'ni insonni o'lishi aniq bo'lib, o'lim soati kelib qolgungacha insonning, bandasining tavbasini qabul qiladi degan. Bu Imom Termiziyda, Ibn Mojjada va Imom Ahmadda, Ahmad ibn Hanbalda bularda kelgan rivoyat. Bu rivoyatlarda payg'ambar alayhissalom insonning tavbasi to o'lim oni kelgungacha manasini qabul qilinishini aytyapti. Lekin bu yerda aytilyaptiki, bir og'iz so'zi va payg'ambar alayhissalomga aytgan gap sababli tamoman endi butun umr u tavbasi qabul qilmasligi, iymonga kira olmasligi majburan tamg'a bo'lib qoldi deyiladi. Bundan tashqari, masalan, Niso surasining 17-oyatida ham Alloh taolo marhamat qiladi. Innamat tawbatu alalloh lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulayka yatubullohu alayhim va kana Allohu aliman hakima. Alloh, ya'ni Allohning zimmasidagi tavba, ya'ni Alloh men qabul qilaman deb so'z bergan, ahd qilgan tavba qanaqa bo'ladi? Ya'ni kimdan, qachon tavbasini qabul qiladi bandalarni? Johilligi tufayli yomonlik qilib qo'yib, gunoh qilib, ko'p vaqt o'tmasdan tavba qilganlarga tegishli. Ya'ni shunday insonlarni Alloh tavbasini qabul qilaman deydi. Alloh ana shunday kishilarga tavba imkon beradi. Alloh biluvchi, to'g'ri qaror beruvchi, ya'ni kim tavbasini qabul qilishni o'zi biladi va to'g'ri qabul qiladi. Ya'ni kim tavbasini qabul qilmagan bo'lsa ham to'g'ri qaror qilgan, kimkini qabul qilgan bo'lsa ham hikmat bilan ish tutgan zot. Va kelgusi oyatida 18-oyatda valaysat tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alim. Ya'ni Alloh tavbani qabul qilaman degan, ahd bergan tavba quyidagi insonlarga tegishli emas. Bu insonlar qanaqa? Gunohlarni, ma'siyat, yomonliklarni qilishda davom etadi, to o'lim kelganida men endi tavba qildim deydi. Bunaqa insonlarga tegishli emas. Va oyatlarni, Allohning oyatlarini inkor qiluvchi, boshqacha qilib aytganda, ya'ni kofir holatda o'lgan insonlarga ham tegishli emas. Demak, kim mana shu kufrida, inkorida vafot etadigan bo'lsa, unday insonlarni oxiratda tavbasi qabul qilinmaydi. Zero oxiratda hech kimning tavbasi qabul qilinmaydi.
gunohlar kechirilmaydi yoki o'limi oni kelganda tavba qilganlarning ham tavbasi qabul qilinmaydi. Mana shu oyatlarda ma'lum bo'lyapti. Demak, Alloh taoloning qonuni shu, tavba haqida vaqt borida, fursat borida tavba qilsa, Robbimiz Alloh taolo hamma uchun teng adolatli va mehribon kechiruvchi zot. Alloh o'zi kechiradi. Endi yana bir masala bor. Ba'zilar aytishi mumkinki, endi Abu Lahab payg'ambar alayhissalomga juda yomonlik qildi-da, shuning uchun Alloh taolo qonunini o'zgartirib, sunnatini o'zgartirib, bunga hech qanaqa bir umr tavba deyishini yopib qo'ygan bo'lishi mumkin. Nima deydi? Umuman hidoyatga o'zi xohlasa ham kirolmaydigan qilib qo'ygan bo'lishi mumkin, deyish mumkin. Yo'q. Abu Lahab masalan Janob Rasulullohga qanchalik yomonlik qilgan bo'lsa-da, Fir'avnchalik yomonlik qilolmagan. Fir'avn masalan Muso alayhissalomga va uning atrofidagi mo'min musulmonlarga, sahobalarga qilganchalik bunchalik darajada zulm, zahmat bunaqa qilolmagan. Lekin Alloh taolo Fir'avnga ham nima muhlat bergan. O'lishigacha muhlat bergan. O'layotganda tavba qilayotganda shunda Alloh taolo yo'q, endimi degan. Tavbasi qabul qilinmagan. Uni ham bizga o'rnak qilib keltirgan. Mana shu Fir'avnni ham Fir'avnni oldiga ham Alloh taolo Musoni jo'natib va yonidagi Harun alayhissalomdan borishgan, tavbaga chaqirgan, hidoyat top, yo'l Allohning yo'liga qayt, seni to'g'ri yo'lga boshlayman deb da'vatlar qilgan, oyatlar o'qigan, yo'l ko'rsatgan. Qanchadan qancha uzoq yillar mobaynida Fir'avnni va xonadonini da'vat qilgan. Agar bunaqa bo'lganida Fir'avn haqida ham Muso alayhissalomga ilk payg'ambar bo'lgan vaqtda birinchi marta inkor qilishiga u haqida ham oyat tushirib qo'yish mumkin edi. Bo'ldi. Fir'avn shunday bo'ladi, endi qaytib musulmon bo'lmaydi. Aniq jahannam. Yo'q demagan. Chunki Alloh taoloning qonuni hamma uchun bir va barobar. Hozir mazmunini aytgan oyatim mana Yunus surasi, ya'ni Qur'oni Karimning 10-surasida 90, 91, 92 oyatlarda mana shu holatni bayon qilyapti. Ya'ni Fir'avn o'lishini bilganda, dengizga g'arq bo'lishini bilgandan keyin tavba qilganligi va Alloh taolo al-ana va qad asaytu min qabl va asaytu qabl va kuntu minal mufsidin. Endimi degan Alloh taolo, bundan oldin isyon qilgan eding va buzg'unchilardan bo'lgansan deyapti. Va 92-oyatda ham tavbasi qabul qilinmaganligini va uni sharmandalarcha kelgusi insoniyat uchun ibrat sifatida jasad saqlanib qolishligi haqida Alloh taolo ma'lumot beryapti. Xuddi mana shu hukm Abu Lahabga ham, ayolga ham tegishli. Bunda hech qanday shubha yo'q. Lekin aytganimizdek, Ibn Abbosga oid ekani iddao qilingan bitta rivoyat bor. Mana shu rivoyat bilan butun bu yuqorida o'qigan oyatlarimiz va Qur'onning boshqa yuzlab oyatlariga inkor qiluvchi holatda mana shu rivoyatni olib kelishadi. Ya'ni nima deydi? Ushbu sura Abu Lahab tirikligidayoq, hatto nafaqat tirikligida, ilk risolat davridayoq unga muhlat, imkoniyat bermasdan nozil bo'lgan, tamg'a urilgan deydi. Keling birgalikda mana shu rivoyatni ko'rib chiqamiz va tahlil qilamiz. Xo'p, Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Janob Rasulullohga Shuaro surasining 214-oyati, ya'ni o'zing yaqin qarindoshlaringni ogohlantir degan oyat nozil bo'lganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Safo tog'i ustiga chiqib, Quraysh qabilasidagi urug'larga xitoban ey Bani Fihr, ey Bani Adi deb nido qildi. Ular jamlandi. O'zi kelishga qodir bo'lmagan kishilar esa borib kechi nima gap ekan deb turib o'rniga boshqa odam jo'natdi. Payg'ambar alayhissalom to'pladi. Bir nechta insonlar keldi. Abu Lahab va Qurayshning kattalari ham keldi. Shunda Rasululloh nima dedi? Nima deysizlar? Agar men sizlarga mana bu vodiydan dushman otliqlar bostirib kelishiga shaylanib turibdi deb xabar bersam, sizlar menga ishonasizmi dedi. Ko'pchiligi ha, chunki biror marta ham sizdan rost narsadan boshqa narsa eshitmagan, ya'ni yolg'on gapirmagansiz deb tasdiqlashdi. Payg'ambar alayhissolatu vassalom davom etyapti. Shunday ekan men sizlarga kelgusida bo'ladigan qattiq azobdan ogohlantiryapman dedi. Unda Abu Lahab, sen halok bo'lgur, barbod bo'lgur, shuning uchun bizni chaqirdingmi, shuning uchun bizni shu yerga to'pladingmi dedi va masxara qildi. Shunda Abu Lahabning ikki qo'li quridi. Ana shunda Abu Lahabning ikki qo'li quridi va moli-yu kasb qilgan narsalari bundan endi qutqara olmaydi degan ana shu Masad surasi nozil bo'ldi deyapti. Imom Buxoriyda tafsir bo'limida kelyapti. Ko'rdingizmi?
ana shu bir og'iz aytgan gapining o'ziga shu sura nozil bo'ldi va u muhrlandi, tamg'alandi deyapti. Buni ishonch bilan ayta olamizki, bu voqea kimningdir tarafidan to'qib chiqarilgan uydirma yolg'ondan boshqa narsa emas. Sababi, qarang, turli rivoyatlarni tahlil qilishni usullaridan bir usul qarang. Mana shu iddao qilingan voqeada yagona guvoh bor. Bizga aytib berayotgan. Bizga emas, shu bo'ldi, bo'lgan voqeani ko'rdim, eshitdim deb aytib berayotgan inson kim? Ibn Abbos. Ibn Abbosdan boshqa hech kim buni aytgan emas. Qayerda qanaqa rivoyat bo'lsa, buni Ibn Abbos deydi. Ibn Abbos uni shu narsani o'zi ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa, buning uchun Ibn Abbos o'sha vaqtda tirik bo'lish kerak. Bir inson ko'rdim deya olish uchun, eshitdim deya olish uchun tirik bo'lish kerak. Lekin bu va anzir ashiratakal aqrabin oyatlari nozil bo'lgan ilk risolat davrlarida Ibn Abbos hali tug'ilmagan edi. Bu voqealardan keyin agar mana shu voqea haqiqatda bo'lgan bo'lsa, bu voqeadan o'rtacha 8 yil yoki bilmayman, 8 yil, 9 yildan keyin tug'ilgan. Tushuntira olyapmanmi? Payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lgan yillarida mana shu va anzir ashiratakal aqrabin oyat nozil bo'lgan bo'lsa, mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin 8 yil, 10 yildan keyin tug'ilgan Ibn Abbos. Payg'ambarimiz Makkadan Madinaga ko'chib ketayotgan vaqtda Ibn Abbos 3-4 yasharlik hali bola edi, go'dak edi. Na iymonni biladigan, na islomni biladigan, na dinni biladigan yo'q. 3 yashar yo 4 yashar atrofidagi bolakay edi. Ibn Abbos payg'ambar alayhissalom vafot qilganda ham hali bir 15 ga to'lmagan edi, yosh bola edi. Payg'ambar alayhissalomning vafot etayotganda aytgan gaplarini ko'rdim, eshitdim desa, sal ishonchli bo'lish mumkin edi. Lekin tug'ilishidan 7-8 yil balki 10 yil avval sodir bo'lgan voqeani falonchi keldi, pismadonchi keldi, shu joyga chaqirdi, shu nozil bo'lganda, bu bo'lganda deb o'zi ko'rib turgandek, eshitib turgandek hamma narsani yon daftarchiga birma-bir aytgan gaplarini, harakatlarini yozib turgan tarixchidek aytib beryapti. Ibn Abbosdan boshqa hech kimdan rivoyat qilinmagan. Mana bu rivoyatning eng katta, ya'ni sahihligiga, sog'lomligiga, to'g'riligiga bolta uruvchi asosiy birinchi yo'nalish. Ya'ni o'zi mana shu voqea bo'layotgan yillarda o'sha joydamidi? Tirikmidi o'zi? Tug'ilganmidi, yo'qmi? Yo o'lib ketganmidi? Shunday tahlil qilinadi rivoyatlar. Voqeligini, hodisani, yillarini, kunini, boshqasini tahlil qilish kerak. Rivoyatda ikkinchi, ya'ni haqiqatga to'g'ri kelmagan yana ikkinchi taraf shu. Nima? O'zingni yaqin qarindoshlaringni ogohlantir degan Shuaro surasi 214-oyatga ko'ra Janob Rasululloh shularni chaqirgan bo'lsa, ma'lumki bu Makkada nozil bo'lgan bu oyat. O'sha vaqtda Makkadagi payg'ambarimizning eng yaqin qarindoshlari Quraysh qabilasidan emas, balki umumiy Quraysh emas, Qurayshning orasidagi Hoshimiylarda Abdumuttalib o'g'illari bo'lgan, eng yaqinlari shular bo'lgan. Mana shularni chaqirish kerak edi. Yana bir taraf, bundan tashqari sen halok va barbod bo'lgin degan gapni Abu Lahab aytgan bo'lib, ya'ni payg'ambar alayhissalom qabilalarida qarindoshlarini chaqirdi. Xo'p, chaqirdi ham deylik, bo'lgan ham deylik, mayli. Ba'zilar aytish mumkin-da, o'zi ko'rmagan bo'lsa ham ko'rganlar keyinchalik Ibn Abbosga aytib bergan bo'lishi mumkin emasmi? Deyish ham mumkin. Xo'p, qabul ham qilaylik. Shunaqa ham bo'ldi deb tasavvur qilaylik, faraz qilaylik. Payg'ambar alayhissalom qarindoshlarini chaqirganda Abu Lahab ana shu joydan Rasulullohning da'vatini eshitib turib, halok bo'lgur, barbod bo'lgur degan bo'lsa va Rasulullohga undan boshqa hech qanday qarshilik, boshqa bir aziyat, hali ozor qilmagan, dinga dushmanchilik qilmagan, joniga qasd qilmagan, hech bir hali ish qilmagan bo'lsa, shu Masad surasi faqat mana shu Abu Lahabda ikki og'iz aytgan gapi uchun nozil bo'lgan bo'lsa, uni ayolida nima ayb? Uni ayolida nima ayb? Bu yerga ayoli ham shu gapni gapirdi demayapti-yu. Yoki ayoli ham mana shuga kelgandi demayapti-yu. Uyda o'tirgan xotinida nima ayb? Uyda o'tirgan xotin qanaqa qilib erini gapirgan gapi uchun jahannamlik bo'lib qolishi mumkin? Qanday qilib erini bir og'iz gapiga uyda o'tirgan ayoli tirikligidayoq tavba eshiklaridan mahrum bo'lib,
hidoyatdan tamoman mahrum bo'lib, abadiy jahannamga hukm qilinishi mumkin. Bu qanday bo'lishi mumkin? Bu Allohning adolatiga buni bunday solishtira olamizmi? Nisbat bera olamizmi buni? Yo'q. Lekin surada Abu Lahabning ayoli ham deb keltirilgan. Demak, bu yerda boshqa bir sabab bor. O'zi unaqa bir da'vat va chaqiruv ortidan Tavba surasi nozil bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo har bir insonga da'vatni tushunib, anglab, fahmlab, idrok qilib olishi, yana u haqida bir fikr yuritib, analiz qilib, tahlil qilib, ishonaymi, ishonmaymi deb o'z ichiga solib mulohaza qilish uchun va bir qarorga kelish uchun Alloh taolo unga fursat beradi, imkon beradi, vaqt beradi. Bunga o'xshagan yana boshqa oyatlar ham bor. Masalan, Fotir surasida bor, Baqara surasida bor, 20-30 shunaqa oyat bor. Alloh taolo insonlarga muhlat beradi, esi kirar, nasihat olar, eslatma olar, bunday boshi devorga urilar degan mazmunda aytyapman. Shunaqa muhlat beradi. Bir og'iz aytgan gapiga uni hali oldinda 20 yil, 30 yil yoki 50 yil hayot turgan bo'lsa, uni tavbasi endi qabul qilinmaydi, hidoyat qabul qilinmaydi. O'zi xohlasa ham, poymol bo'lishni xohlasa ham, jannatga kirishni xohlasa ham, buni yo'llari yopildi degan bunaqa hukmni Alloh taolo bermaydi. Demak, nima bo'lyapti? Bu sura, Tavba surasi Abu Lahab va uning ayolini tirikligida, ilk risolat davrida emas, Payg'ambar alayhissalomga qilig'ini qilib, qarshiligini qilib, dushmanchiligini qilib bo'lib, hech bir imkoniyatdan foydalanmasdan, o'zini o'g'lamasdan, tavba qilmasdan, mana shu kofir va osiy Alloh va Rasulining dushmani bo'lgan holatda vafot etganidan keyin nozil bo'lgan. Zero oyatning matni ham shunga dalolat qilyapti. Tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahabning ikki qo'li quridi, o'zi ham quridi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalomga dushmanchilik qilgan qo'llari quridi, o'zi ham halok bo'ldi. Mana yig'ib tergan mol davlati-yu, mol davlati bilan faxrlangan bo'lsa yoki mol davlati uchun Janob Rasulullohning da'vatini qabul qilmagan bo'lsa, mana shunday manfaatini ko'zlab, uni shu narsalar o'zining halok bo'lishidan, o'lishidan qutqarib qololmagani yo'q. Yiqqan mol davlati ham, bola chaqasi ham hech narsasi unga asqotmadi deyapti. Demak, uning hech bir bola chaqasi, farzandi, obro'si, sha'ni shuhrati uni o'limdan, balodan qutqarib qolmaganligini xabar berib, ya'ni bu voqealar bo'lgandan keyin nozil bo'lyapti. Abu Lahabning qo'li quridi, o'zi quridi. Uni topgan narsasi-yu, mol davlati unga asqotmadi. Endi jahannamga kirib, alangali o'tga kirib kuyadi deyapti. Agar bu mana shu rivoyatni to'g'ri deb, sahih deb oladigan bo'lsak, Allohni Qur'oni Karimdagi yuzlarcha oyatlarda bayon qilib ko'rsatib qo'ygan qonuni va sunnatiga zid bo'ladi. Allohning tavba eshiklari insonning o'lim onigacha ochiqligi bor, Fir'avngacha ham, va Alloh taolo fursat beradi va bundan boshqa bir qancha, ya'ni Qur'ondagi buyruqlarga zid kelib qoladi. Xuddi mana shu uslubda azizlar, hozir nihoyatda oson bo'lib ketdi. Bir narsani aniqlash, biron bir xabarni, ma'lumotni tekshirish oson bo'lib ketdi. Falonchi sahobadan shunaqa bo'lgan narsa aytilyapti desa, darrov ana shu hozir ma'lumotlar turli tillarda ma'lumotlar bor, arab tili deysizmi, o'zbek tili deysizmi, turk tilimi. Tekshirib, o'zi bu sahoba qaysi yil tug'ilgan, qayerda yashagan, bu voqea sodir bo'lganda bu bo'lganmidi, yo'qmidi, u yerga borganmi, yo'qmi, hali tug'ilganmidi yoki o'lib bo'lganmidi, mana shu yillarini, kunlarini, hayotini o'rganib chiqib ham tahlil qilish mumkin. Ya'ni hamma ham to'g'ri Qur'onga solavermaydi. Hamma Qur'onni bitta hadisni ko'rib, bu Qur'onni qaysi oyatga tushadi, tushmaydi ham bu haqida ilmi bilimi yetmashi mumkin. Hech bo'lmasa ana shu voqeliklar haqida, hikoyatlar haqida aytilayotganda, hech bo'lmasa mana shu tarixiy yillarini o'rganib qo'ysa o'zi uchun yaxshi bo'ladi. Ya'ni kim nima desa, qayerda qanaqa uydirma rivoyat bo'lsa, ishonib, amal qilib ketavermaydi. Endi biz bu suradan qanday hukm olamiz? Qanday ibrat olamiz? Bu sura bizga nimani targ'ib qiladi, nimani ta'lim beradi? Nima olamiz bundan? Qaysiki bir inson
qancha mol davlatga bir serk bo'lmasin, qanchalik puli bo'lmasin, qanchalik bu sport zallariga borib bilaklarini kuchlantirmasin, bir kun kelib o'lib, ana shu qo'llari ham qurib chirib, qanchalik puli ko'p bo'lsa ham, pullari ham o'zida o'limidan, boshiga kelgan Allohning g'azabi, balosidan qutqarib qololmasligini o'rgatadi. Hech kim, agar kimki Allohning diniga, tavhidga, adolatga, halollikka, Allohning kitobiga kimki dushmanchilik qilayotgan bo'lsa, xoh so'z bilan, xoh boshqasi bilan, xoh qo'li bilan, provokatsiya, fitnalar bilanmi, u insonning o'zi ana shu ishlangan o'zini bilagidagi kuchi ham, ishirib olgan jussasi ham o'ziga asqatmaydi, topgan puli ham atrofidagi menman degan ishongan insonlar ham saqlab qololmaydi. Bu sura aynan mana shu narsani bizga ta'lim beryapti. Allohning payg'ambariga, Allohning diniga, Allohning kitobi, Allohning hukmiga, shariatiga kim qarshilik qilayotgan bo'lsa, mayli Alloh taolo unga fursat berish mumkin, imkoniyat berish mumkin. Vaqt borida o'ziga kelib, isloh bo'lib, tavbaga kirsa, iymonga kirsa, qilgan ishlarini tuzatsa, isloh qilsa, Alloh qabul qiladi, tavbalarini qabul qiladi, kechirishi mumkin. Lekin mana shunday holatda davom etavergan bo'lsa, albatta Allohning g'azabiga giriftor bo'lgan holatda o'ziga kelgan balodan, darddan, ajaldan hech kim uni qutqarib qololmaydi. Shuning uchun hech qachon o'z nafsimizga ishonmasligimiz kerak, yonimizdagi insonlarga ishonmasligimiz kerak, na pulimizga, na kuchimiz, na obro'mizga. Va eng asosiysi Allohning hech bir hukmiga qarshi chiqavermaylik. Bizga mana shu Masad surasi mana shundan ehtiyot bo'lishni buyuriydi, mana shunga chaqiradi. Abu Lahab, faqat bu Abu Lahab emas. Kim Abu Lahabdek bo'lsa, kim Abu Lahab niqobini kiysa, kim Abu Lahabdek payg'ambarlikka, payg'ambarimizga, u kishi olib kelgan risolatga, u kishining diniga dushmanchilik qiladigan bo'lsa, mayli Alloh taolo muhlat beradi, yaxshi yashar, boshqa bo'lar. Lekin o'limdan o'zini saqlab qololmaydi. Ajal kelganda o'zini qutqara olmaydi. Hech narsa qutqarib qololmaydi. Dunyoni kaftida ushlab turadigan kuch bo'lsa ham, dunyoni sotib oladigan boy bo'lsa ham, tamom, Allohning ajali kelganda qutqara olmaydi. O'ladi. O'ldi degani tamom, Allohning huzurida qilgan ishlariga javob beradigan kunga tayyorlab ko'rayotgan bo'ladi. Bizni Alloh taolo mana shundan ogohlantiryaptiki, aslo va aslo Qur'onga, islomga, Allohning diniga umuman xiyonatli hissasiga yaqinlashmasligimiz kerak. Allohning azobi, bahri jazosi qattiq. Va qisqacha qilib yana aytamizki, bu sura Abu Lahab va uning ayoli qilmishlarini qilib, Alloh bergan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmasdan, tavba qilmasdan, ana shu Allohning balosiga giriftor bo'lgandan keyin nozil bo'lyapti. Qisqa qilib yana boshdan ma'nosini aytib o'tay. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Lahabning ikki qo'li quridi. O'zi ham quridi. Unga mol-mulki va kasb qilib erishgan narsalari asqatmadi. Endi u alangali o'tga kiradi, ya'ni kuyadi. Uni o'tin tashuvchi holatdagi ayoli ham. Uning gardanida mahkam eshilgan bir qamchi bo'ladi. Mana juda ko'p oyatlar bor. Inson qanday yashagan bo'lsa, hayotda nimani tanlagan bo'lsa, nimaga qaror bergan bo'lsa, qanday holatda tavba qilmagan bo'lsa, mana shunday holatda o'ladi va mana shunday holatda tiriladi va mana shunday holatda hisob-kitob qilinadi. Payg'ambar alayhissalomga nisbatan aytilgan bir so'z ham bor, hikmatli so'z ham bor. Mulla Ali Qoriy Mishkatul Masabihda sharhida keltiradi Mirqotda. Qanday yashayotgan bo'lsanglar, qanday hayotni tanlagan bo'lsanglar, mana shunday o'lasizlar. Qanday o'lgan bo'lsanglar, mana shunday tirilasizlar. Qanday holatda tirilgan bo'lsanglar, mana shu holatda hisob-kitob qilinasizlar degan hikmatli so'zi bor. Biz hozir mana shu hayotimizda
qaysi ishga, qaysi yo'lga qaror bergan bo'lsak, nimani tanlagan bo'lsak, va mana shu qarorimizdan to qaytmagunimizcha mana shunday o'lim bizga nasib qiladi. Qaysi yo'lda o'lgan bo'lsak, ana shunday tirilamiz. Qaysi insonlarning yo'lidan ketayotib vafot etgan bo'lsak, qiyomatda ana shu insonlarning safida tirilamiz. Alloh taolo payg'ambarlarni izidan yurishda, Alloh o'zini kitobida ko'rsatgan din islom mubin, siroti mustaqimda yurishni nasib qilsin. Allohning payg'ambarlariga shaxsan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sevimli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga u kishi olib kelgan risolatga, islom diniga tajovuz qilishdan saqlanaylik. Alloh taolo o'zi saqlasin. Buning oqibati juda yomon bo'ladi. Ya'ni Allohga dushmanchilik, Allohning diniga, uning payg'ambariga dushmanchilikning oqibati yomon bo'ladi. Agar vaqtida tavba qilmasa, hech narsa u insonni Allohning oqibatidan, jazosidan saqlab qololmaydi. Va abadiy hayotda, mangu yashaydigan hayotda uni hech qanday qutqaradigan kuchi ham, do'sti ham, shafoatchisi ham bo'lmaydi. Yana beradigan yaqini ham bo'lmaydi. Nima bo'lsa boshiga tushgan, mana men borman, yana turib beraman deydigan insonlar hech qanaqasi yordam bera olmaydi. Va unday insonlar abadiy hayotdagi taqdirini bu dunyoda o'z qo'llari bilan o'z amal daftarlariga, qadar daftarlariga o'zlari yozayotgan bo'ladi. Ya'ni bu dunyo shunday dunyoki, inson kelgusi hayotining taqdirini o'zi yozayotgan bo'ladi. Nima qilayotgan bo'lsangiz, nima deyotgan bo'lsangiz, nima yeyotgan bo'lsangiz, nima qilayotgan, mana shu ishlarimiz o'zimizni oxiratdagi taqdirimizni, qanday hayotga o'zimizni tayyorlayotganimizni namunasi. Inson demoqchimanki, bu yerda insonning taqdiri insonning o'zi qo'lida. Alloh taolo aql bergan, fikr bergan, farosat berganmi? Har bir aqlli inson o'zi o'ylanish kerak, izlanish kerak, fikr yuritish kerak, tahlil qilish kerak, analiz qilish kerak, vijdoniga solish kerak, dalillarni o'rganish kerak. To'g'ri yo'lni mana shunda tanlab, qaror qilib qat'iy bo'lib yuradigan bo'lsa, mana shunda Alloh taolo yana hidoyatiga hidoyat qo'shib beradi, iymoniga iymon, ilmiga ilm qo'shib beradi. Va o'zi ruhan o'zining ruhi bilan qo'llab-quvvatlab turadi. Azizlar, endi sizlar bilan biroz savol javob qilsak ham bo'ladi. 3-4 kundan beri xatlar ochilmagandi. Kimda savol bo'lsa, marhamat savol javob qilib o'tirishimiz mumkin biroz. Bo'lmasam suhbatga yakun yasaymiz. Shavkat aka, shu yerdamisiz? Assalomu alaykum ustoz, shu yerdami? Alaykum assalom aka. Haligi xabarlarga umuman xafa bo'lmaslik kerak, fikashlik qilmaslik kerak, chekinmaslik kerak. Fitnachilarni fitnasi bo'laveradi. Shaytonga, bu shayton sifat insonlarga Alloh taolo muhlat bergan. Bunaqa shaytonlik qiyomatgacha davom etaveradi. Kim xohlasa shaytonning yo'lidan yurib, Allohning diniga, musulmonlarga qarshi mana shunaqa provokatsiya fitnalar qilaveradi. Biz vazifamiz insonlarni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarib, ogohlantirib qo'yish xolos. O'zimiz mana shu Alloh nasib qilgan hidoyatni, to'g'ri yo'lda qolganlarga ham ulashga harakat qilamiz. Bu yo'lda mana shunday davom etaveramiz. Har bir inson masalan sizni kimdir haqorat qilsa, yolg'on gapirsa, tuhmat qilsa, ig'vo qiladigan bo'lsa, har bir insonga borib nimaga unaqa qilding, qani daliling, qani hikmating, bu isboting deb unaqa qilib hamma bilan unaqa sen menga boradigan bo'lsangiz, umr yetmaydi. Payg'ambar alayhissalomning yo'llari ham bunday emas. Aksincha, Alloh taolo payg'ambarimizga nisbatan shunaqa haqorat qilinganida, tuhmat, ig'vo qilinganida u kishini oqlab keltirgan oyatlar bor va tasalli oyatlar bor. Juda ham ko'p tasalli oyatlar bor. Ya'ni xafa bo'lmang, g'amga tushmang, ulardan xavotir olmang, qo'rqmang, Allohdan qo'rqmang, yo'lingizda davom etavering, sustkashlik qilmang, chekinmang kabi shunaqa mazmundagi tasalli oyatlar juda ham ko'p. Biz vazifamiz insonlarga bilganimizni, to'g'ri deb bilganimizni yetkazib qo'yish. Bu holatga qarshi ma'rifat bilan harakat qilish. Boshqa hech qanday niyatimiz ham yo'q. Harakatimiz, niyatimizga qarab Allohdan mukofot kutaveramiz. Ular bilan endi borib olishib, istab, qidirib yo'q, bu bilan
vazifamizdan chalg'iymiz, ilmdan, izlanishdan, taraqqiydan chalg'ib qolamiz. Alloh taolo agar tavba qiladigan bo'lsa, Alloh ularning tavbalarini qabul qilsin, tavba nasib qilsin deb duo qilib qolaveramiz. Ustoz Bahrom aka, bir narsani hozir shu hamma eshituvchilarga ham yetkazmoqchi edim. Bordir, to'g'risi shu efirdan oldin bir ma'lumotni o'qib turib sizga o'zim aytdim, so'radim, shunaqa deb o'zingiz chiroyli tushuntirdingiz va qolgan eshituvchilarga ham keyin shu umuman ijtimoiy tarmoqdagi insonlar shu gruppada ham bordir, eshitayotganlar hamma bir qator musulmonlar.com degan sayt bor. Bahrom aka Bakirovni sayti. Kirib o'sha yerdagi maqolalarni, video dasturlarni ko'rishga va yoki qilgan tarjima kitobini o'qishga yoki bo'lmasa YouTube'dagi Bahrom Bakirov Sunnatulloh yoki ustoz Bahrom Bakirov kanallariga kirib qilingan ma'ruzalarni yoki darsliklarni bir qator eshitib, keyin bir qandaydir fikr bildirsa yoki savol tug'ilsa mantiqiy, ma'noli bo'lardi. Aksari Bahrom aka odamni dilini og'ritadigani hali hech narsani o'qimasdan, ko'rmasdan, bilmasdan turib insonni haqoratlab ketishligi odamga achinarli bo'lyapti. Shu narsani endi to'g'risi hozir bunday o'ylab turib shuni aytdim. Shu iloji bo'lsa yozib qo'yib qo'yamiz ham. Iltimos barcha shu qaysi kim tomonidan bo'lsa ham o'sha insonni oldin qilgan mehnati yoki nima deganini olib, eshitib, tahlil qilinsin. Keyin xohlagancha e'tiroz bo'lsa, mana ochiq savol ber deyapti. Savolga inshaalloh javob olinadi. Aka, uzr alaykum, men oshiqcha qo'shgan bo'lsam biron gap. Mayli, to'g'ri aytdingiz. Ya'ni inson bir insonni haqida gapirayotganda hech bo'lmasa o'zini og'zidan kelib eshitib boshqa qilish kerak edi. Mayli. Xafa bo'lmaymiz, yo'lga tushmaymiz. Allohga tavakkal qilib yo'limizda davom etaveramiz. Bunaqa ig'vochilar, fitnachilar, Alloh taolo o'zi aytgan-ku. Endi ko'pchilik musulmonlar ming afsuski Allohning kitobini bir o'zbek tilida, ona tilida o'qib, tafakkur qilib, tadabbur qilib, ko'p hammasi ham o'qib chiqmaganligi bois kim nima desa ishonib ketyapti. Aslida Alloh taolo aytganki, agar sizlarga bir fosiq biron bir xabar keltiradigan bo'lsa, uni tekshiringlar degan. Hozir tekshirmasdanlar sonib gapirib, ig'vo, fitnaga ketib qolyapti. Va kimlar fosiq ekanligi ham ma'lum. Alloh taolo o'zi isloh qilsin bizni hammamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ustoz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom, alaykum assalom va rahmatulloh. Ustoz, salomatmisiz? Yaxshimisizlar? Alhamdulillah, rahmat. Adminlar, hammanglar mazza qilib eshitdik. Mana hozir juda chiroyli ma'ruzalar qilib berdingiz. Alloh rozi bo'lsin. Ko'pchilik vaqtini olmayman. Ikkita ketma-ketlikda savol bersam bo'ladimi, ustoz? Shunga qarab javob berasiz. Birinchi savolim, ya'ni shundan iborat ediki, shu mashhur domlalarimiz, endi nomini aytmay qo'yaveray, o'shalardan rivoyat qilinadi. Abu Lahab shunchalik boyligidan kalitlarini 3 ta 4 ta katta barzanga haligi ishchilar ham ko'tara olmay qolgan holatda shu darajada boy, badavlat bo'lgan degan bir nimalar keltirishadi-da. Endi bu Qur'ondan deb balki Qur'onda yo'qdir, bordir, uni endi bilmaymiz-ku. O'shani so'ramoqchiman, shu darajada boyligi ko'p bo'lganmi odamni demoqchiman-da, Abu Lahabni. Keyin ikkinchi savolim, eldi ichida o'zimiz ichimizda mana shu hozirgacha mana tug'ilgan kun haqida, endi bu nimaga oid bo'lmasa ham, hozirgi darsimizga oid bo'lmasa ham tug'ilgan kun haqida islomda harom deb hozirgacha ko'pchilik tug'ilgan kunini ham qilmaydi, dinda harom, bizda harom deb kelishadi. O'shalarga nima degan bo'lardingiz, ustoz? Ana shu Alloh taolo mana shu haqida nima Qur'onda biron narsa yozgan, Alloh taoloning bir oyatlarida bormi shunaqa? Tushuntirib bera oldimmi? Sal hayajondaman, ustoz. Tushunarli bo'ldi, ikki savolingiz ham Shu o'zi tushunmagan bo'lsa, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ustoz. Rahmat. Birinchi tug'ilgan kun mavzusidan boshlaydigan bo'lsak, islom nimaga buyurgan va nimadan qaytargan?
islom ota-onaga yaxshilik qilishga, yaqin qarindoshlardan xabar olishlikka, silay rahma, qarindosh urug'chilik rishtalarini ehtiyot qilish, himoya qilish va uni hech bir asossiz buzmaslikka buyurgan. Qo'ni-qo'shnilarga yaxshilik qilish, yaqin qo'shni, uzoq qo'shnilar, yaqin qarindosh, uzoq qarindoshlarga yaxshilik qilish, ulardan xabar olish, insonlarga foydali, manfaatli ishlar qilish, xabar olish, yetimdan xabar olish, boshqadan, beva-bechoradan xabar olib yaxshilik qilishga buyuradi. Va tinchlik, totuvlikka, bag'rikenglikka, ahillikka, do'stlikka chaqiradi. Zo'ravonlik, yomonlik, fitna, ig'vo, tuhmat, baxillik, qizg'onchiqlik, hasadgo'ylik, kibr, mutakabbirlik, mana shu narsalardan va dushmanchilik, adovatdan, adolatsizlikdan qaytaradi. Mana shu qarindosh urug'chilikni buzishdan qaytaradi, do'stlikni buzishdan qaytaradi, ahdga vafo qilishga buyuriydi, bevafolikdan qaytaradi. Endi qarang. Bir inson siz tug'ilgan kun sabab bo'ldi. Faqat sabab. Tug'ilgan oy kuni keldi. Mana shuni bahonasida ota-onangizni xabar olsangiz, sovg'a salom bilan imkon qadar ko'nglini ko'tarsangiz, borib ziyorat qilib ko'nglini olsangiz, Allohning roziligi uchun. Bu fursatdan foydalanib, o'zingizni yana boshqa aka-ukalaringizni, opa-singillaringizni, amma, xola, tog'a, yaqin uzoq qarindoshlarni chaqirib, ularni mehmon qilsangiz, Alloh uchun ularni yedirib ichirsangiz, mana shu yerda chiroyli qavm qarindoshchilik, aka-ukalik, opa-singillik rishtalarini yana ham mustahkamlashga, silay rahmni mustahkamlashga sababchi bo'lsangiz va mana shu tug'ilgan kun munosabati bilan qilinayotgan, ochilgan dasturxonda bo'layotgan shu majlisda zino bo'lmasa, tuhmat bo'lmasa, o'g'irlik bo'lmasa, zulm bo'lmasa, qotillik bo'lmasa, Alloh taqiqlagan ishlar bo'lmasa, bu tug'ilgan kunda nimasini Alloh taolo taqiqlaydi? Aksincha siz shu bahona Allohning ko'plab buyruqlariga bajarayotgan bo'lasiz. Ko'plab savobli ishlar qilayotgan bo'lasiz. Qanday qilib buni islom taqiqlaydi va qaysi asosda biz tug'ilgan kunda Alloh taolo, Alloh va Rasul taqiqlagan deya olamiz? Biz bu gapimiz bilan men Allohning dinida tug'ilgan kun degan bir bayram bor. Uni tug'ilgan kunni bayram qilish farzdir, vojibdir kabi da'volarim yo'q. Bu bahona. Tug'ilgan kun munosabati bilan ko'nglini oling yoki boshqa bir narsani bahona qilib, sabab qilib turib, shu narsaning munosabati bilan insonlarga, qarindoshlarga, ota-ona, qo'ni-qo'shni taqiring. Hatto o'zingiz masalan tug'ilgan kuningizni sabab bahona qilib turib, taqiring, insonlarga yaxshilik qiling, dasturxon yozing, ko'nglini oling, hadyalar ulashing, sovg'alar ulashing. Bu ko'p yaxshiliklarga sabab bo'ladi bu narsalar. Uzoq vaqt ko'rinmagan, masalan, yaqin yoki uzoq qarindoshlar keladi, uzilib ketayotgan rishtalar bo'lsa bog'lanadi, bir-birini o'rtasida bir har xil shaxsiy adovatlar yoki nizolar tushgan bo'lsa isloh bo'ladi, mehr ko'zda deydi, yuz ko'rmas bo'lib ketganlari bor, boshqa bo'ladi, yaqinlashiladi, rishtalar bog'lanadi, xursandchilik, manfaatlar bor. Buni hech qanaqa ziyoni yo'q. Qachon buni qanday holatda taqiqlanadi? Tug'ilgan kun bahonasida o'g'irlik qiladigan bo'lsa, Alloh qaytargan ishlarni qiladigan bo'lsa, Allohga osiy bo'ladigan ishlar qilinayotgan bo'lsa, buni taqiqlanadi. Nafaqat bu tug'ilgan kun bahonasida, umuman mutlaqo taqiqlanadi. Xuddi shuningdek, Alloh buyurgan narsalarni qilishda nimani bahonasidan qilsangiz ham bo'laveradi. Xohlasangiz tug'ilgan kun qiling, xohlasangiz bir safardan kelganligi munosabati bilan qiling, yoki bir yangi tug'ilgan xonadonda yangi tug'ilgan chaqaloqning munosabati bilan shukrona qilib turib chaqiring qarindosh urug'larni, qo'ni-qo'shnilarni. Bu nur ustiga alomdir. Hech qanday taqiq yo'q. buni ko'p mashhur domlalarimiz, gapingiz bo'lib qo'ydim, uzr. Ko'p mashhur domlalarimiz ko'pchilikda mana shunaqa
ma'ruzaga o'xshatib, rivoyatlar aytib, ko'pchilikda endi qilib qo'yganda, mana to'xtatib qo'ygan. Ko'pchilik mana shunga O'zbekistonimizda ham, mana o'ziz ham eshitib yurgan bo'lsangiz kerak, boshqalar ham eshitgan bo'lsa kerak. Ana shu tug'ilgan kun musulmon uchun harom. U domla aytgan, bu pokistoncha domla aytgan deb yurishadigan nimalar bor-da, gap so'zlar bor. O'shaning uchun uzr domla gapingizni bo'lib qo'ydim, uzr. Siz bir oyatda eslatdingiz. استعذ بالله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Alloh taolo marhamat qiladiki, ma'noni aytaman. Billaringiz o'qigan, billaringiz uni shu o'rganib qo'ygan yolg'onga asoslanib olib, bu halol, bu harom demang deyapti. Aks holda Allohga yolg'on to'qigan bo'lib qolasiz. Allohga yolg'on to'qiganlar aslo najot topmaydi. Demak, tiliga og'ziga desanglar bu halol, bu harom, bu halol, bu harom, Alloh harom qilmagan narsani harom deyaversa yoki Alloh harom qilgan narsani bu halol deyaversa, bu o'zi tili bilan to'qib, tilini shunga o'rgatib olib turib, og'ziga shu bilib bilmasdanlar Allohning dinidan dalilini, Qur'ondan dalilini kelgizmasdanlar bu harom harom deyaverish Allohga nisbatan yolg'on to'qish, Allohga iftiro qilish bo'ladi. Va oyatda aytibdiki, innallazina yaftaruna alallohi al-kadhib la yuflihun. Allohga iftiro qiladigan, ya'ni Alloh haqida Alloh demagan narsani, Alloh buyurmagan narsani yoki Alloh taqiqlamagan narsani, mana shu narsalarni Alloh buyurgan, Alloh degan deb iftiro qiluvchilar najot topmaydi deyapti. Qani Qur'oni Karimda biron joyda tug'ilgan kun munosabati bilan hamma qarindoshini chaqirish harom, yaxshilik qilish harom degan joy bormi? Qo'ni qo'shnini chaqirib ehson qilib bo'lmaydi. Ota-onasini ko'nglini olgani borib bo'lmaydi. Xoh ota-onasini tug'ilgan kun bo'lsin, xoh farzandini, xoh o'zini yo aka-ukasini yig'ilib bo'lmaydi. Diydorlashib bo'lmaydi, ko'rishib, mazza qilib gaplashib o'tirish mumkin emas degan oyat bormi? Nimaga asosan bunaqa harom deyiladi? Alloh taolo harom qilmagan narsani bu harom harom deyishi, dinni g'ulu edish va Allohga nisbatan iftiro qilish, tuhmat qilish bo'ladi. Allohga yolg'on to'qigan insonlar ham bettar zolimroq bir bormi deydi boshqa oyatda. Mazmunan aytyapman. Ya inson yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, nimani bahona qilib sabab qilib qilaveradi. Xohlasa tug'ilgan kuni qilsin, xohlasa aytgan safardan qaytgan bo'lsin, xohlasa juma kuni bahona qilsin, xohlasa bugun yakshanba ekan, shu munosabati bilan deb turib borib ziyorat qilsin yoki chaqirsin yaqinlarini, diydorlashsin, xabarlashsin, xayr ehson qilsin, ko'nglini ko'tarsin, hadya bersin. Naqadar yaxshi narsa bu. Buni taqiqlash emas, buni targ'ib qilish kerak. Dam olish kuni bahonasida ham qilaversin imkoni borlar. Tug'ilgan kun munosabati ham qilaversin. Qanday yaxshi narsa. Insoniylikni, oila rishtasini, qavm-qarindosh urug' rishtalarini yana ham mustahkamlaydigan omil bu. Endi birinchi savolga keladigan bo'lsak, Abu Lahabni qancha miqdorda, qancha xazinasi, qancha boyligi borligi shaxsan men bu haqida o'rganmaganman, qiziqmaganman. Muhim emas. Qancha boyligi bo'lganligi, qanaqa kuchga ega bo'lganligi muhim emas. Qanchalik boy bo'lmasin, qanchalik farzandlari ko'p bo'lmasin, qancha tanish bilish ko'p bo'lmasin, obro'si, mansab, lavozimi qanchalik kuchli bo'lmasin, Allohga va uning rasuliga dushmanchilik qilsa, bu Allohning dushmani hisoblanadi, tamom. Alloh ularni mana shunday jahannam ahli deyapti-ki, agar tavba qilmaydigan bo'lsa. Biz ibrat oladigan joyimiz shu. Agar yana boshqa savolingiz bo'lsa, marhamat. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham chiroyli javob berdingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, ustoz. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat, katta rahmat. Shakir aka, agar savol beruvchilar bo'lmasa, chatni yopamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hammamizdan Alloh rozi bo'lsin, ilmimizni ziyoda qilsin. Aql yurgizuvchi, fikr yurituvchi oyatlar ustida tafakkur va tadabbur qilib, Allohning kitobini tushunib, ongli ravishda tushunib, amal qilib yashashni nasib qilsin. Mana shunday insonlar bo'lib yashash nasib qilsin. Musulmon bo'lib yashab, musulmon bo'lib o'lishni nasib qilsin.
unutmaylik, bugun agar uyquga ketib, ertaga uyg'onmashimiz mumkin. Oramizdan kimdir yoki kimlardir o'limga doim tayyor bo'lib yashashimiz kerak. Har kuni bugunlik kun kech kirdimi, uxlashdan avval Allohga tavba qilaylik. Xatolarimiz bo'lsa, Allohdan afv so'raylik. Allohning mag'firatiga muhtojmiz. Chunki ertalab uyg'onmashimiz mumkin. Kim qachon o'lishini bilmaydi. Hech bir inson qaysi kuni, qaysi soatda o'lishini, qanday o'lishini bilmaydi. Mana shuni doim esda saqlasak, qanchalik kuchli bo'lsak ham, qanchalik aniqlik bo'lsak ham, baribir qilgan qilmishimizni isloh qilmasak, noto'g'ri yo'limizdan qaytmasak, hech narsa, na molimiz, na mansabimiz, na kuchimiz bizni qutqarib qololmaydi. Bugungi mana shu Masad surasi shunga ishorat qiladi, shuning dalili bo'ladi. Alloh taolo nafsga berib qolishlikdan o'zi saqlasin. Nafs havoga kimga berilmaylik, Alloh isloh qilsin. Alloh ilmimizni, iymonimizni ziyoda qilsin, amallarimizni xolis bo'lishini nasib qilsin. Taqvodorlar